Bu joyda ham haq tomonman bilasan. Hozir video joyladim. Aziz qadrdonlar, assalomu alaykum hammaga. Tanjoninglar sog'mi? Menga tashamay turinglar. Men sizlarga bir bor haqiqatni gapirib, sizlarni bir jonli tarzda nima bo'lgan, nima qo'ygan hammasini men sizlar bilan tanishtiraman. Qaranglar. Men o'zi battle o'ynagani kirdim. Prosta tak battle oldi. Sizlarga men bir chiroyli bir savollaringga ichlaringdan kimdir azdi haqda bo'laydi, kimdir goldni haqda bo'laydi. Kimdir buni haqda o'ylaydi, kimdir buni nohaqda o'ylaydi. Men sizlarga ustida bo'lgan tirik guvohligida haqiqatni men sizlarga bugun oshkor qilaman. Eshitinglar. Hamma zapisda yo'qsin, hamma zapisda yo'qsin, hamma zapisda yo'qsin. Hamma zapisda yo'qsin, yo'qdinglarmi? Akalar, opalar, assalomu alaykum avvalambor hammalaringga. Men mana sizlarga qasam ichib, men o'zi qasam ichmayman. Meni gapim seriozli gapirsam, yolg'on gapirmayman, bilasizlar. Qasamim ichib gapiraman sizlarga, xohlasanglar. Shahzod Gold Zimlagim Qashqadaryoni bolasi, u bilan Azxon UFC meni o'rtog'im, 5 yillik, 6 yillik do'stim. Ikkalasini o'rtasidagi adovat shunchalik darajada balandga chiqib keldiki, nima bo'lgan, nima qo'yganligini xalq bilmaydi. Eshitinglar. Bundan 6 oy oldin Azxon Dubayga meni oldimga mehmondorchilikka keldi. Shu vaqtda 2-kunmi, 3-kunmi menga Tailand nomeridan telefon keldi. Telefonni ko'tardim. Sardor, men Shahzodman. Qalaysan Shahzod? Yaxshimisan, zo'rmisan? Rahmat, yaxshi, salom alaykum, chiroyli iliq qildik. Aziz degan vodiyni balasi seni oldingda ekan. Xo'p, meni do'stim meni oldimga mehmonga kelgan. Bir haftagami, 10 kungami u Aziz qaytib ketadi. Bo'ldik, meni gaplashtir. Oldimda gaplashtirdim, Azizga telefonni berdim. Azizga vapros berdi. Shahzod aytdiki, sen nimaga meni videolarimni qo'yibsan? Dastoyni mujik deb kallangga soch qo'yib olib video qo'yibsan. Aziz aytdi, men seni ismingni gapirmaganman. Men blogerman. Men tahlil qilaman, men tanqid qilaman. Seni ismingni aytib yoki seni shaxsiyatingga qarab men bironta og'iz so'z gapirmaganman. Az shunaqa gaplashdi oldimda, ikkalasi gaplashdi. Xullas, 1 soatdan keyin videoni olaman, qaytib sen haqingda video chiqarmayman. Shunaqa dogovor qildi ikkalasi. Biz Dubaydamiz, o'tiribmiz, restorandamiz. O'rtadan 1 soat o'tdi. 1 soat. Aziz videoni olmadi. Aziz rostlagan videoni olmadi. Videoni o'sha Gold haqida, Shahzod haqida chiqargan videosini profildan uzmadi. Sababi ertaga olaman, bugun olmayman. Ana shunaqa dogovor qilishdi. Oradan 1 soat o'tgandan keyin Bekkor degan Feruza Normatovani ham tema qilgan, yana kimlarni tema qilgan bir Bekkor degan bloger bor, bilsanglar.